Xitoy doiralari Sharq Turkistonning yezlarida atalmış qora kuchlarga qarshi kurash nomida xalqni qurol bilan qo'rqitib, shpionlik qilishga majburlayotganligi oshkorlandi. Turkiston vaqti to'rining xabar qilishicha, doiralar qurolliq soqchi qismlar bilan birga Oqchi noyisining Bozor Bo'ston yezisi 11-kentning aholilarini bir-biriga shpionlik qilishga, xatoliklar bo'lsa oshkorlashga majburlagan. Fosh qilish talab qilingan masalalar ichida o'tmishda soqol qo'ygan, yog'liq tangan, uyida jaynamoz saqlagan, uyi yoki etizda namoz o'qigan, uyida diniy kitob saqlagan va yoki mushuninga o'xshash ishlarning borligi bildirildi. Xitoy Sharqi Turkistonda sistemalik bir shaklda madaniyat qirg'inchiligi elib berish bilan birga din dushmanligini eng yuqori chekka yetkazib, islomga tava barliq narsalarga cheklama qo'ymoqda. Zimiston to'rining xabar qilishicha, Tungan musulmonlari zich o'ltiraqlashgan Ningxia, Gansu, Sichuan qatorliq joylardan boshqa joylarda Tungan musulmonlarga tava oshxonalarning viviskilari va mahsulotlarning ustidagi halol belgisining ma'ni qilinganligi bildirildi. Yevropa parlamenti Xitoy kommunistlarini Uyg'ur, Qozoq va Tibetlarga qarata xolg'ancha tutqun qilish qilmishlarini to'xtatishga va barliq lagerlarni taqashga chaqiriq qildi. Yevropa parlamentining Strasburgda ochilgan cho'ng yig'inida Xitoyni hech qanday ayiblash, sotlash va hukm bo'lmay turib, Uyg'ur, Qozoq va Tibetlarni xolg'ancha tutqun qilishni to'xtatishga chaqiriq qilgan qaror 18 ga qarshi 505 ovozning qo'llashi bilan qabul qilindi. 47 nafar parlament a'zosi ovoz berishdan voz kechdi. Qarornomada Xitoyda Uyg'ur, Qozoq va Tibetlarga qarata ib berayotgan bostirishlardan andish qilinayotganligi bildirildi. Dunyo miqyosida nurg'un hukumat, xalqaro organ va ommaviy tashkilotlar Xitoyning Uyg'urlarga qarata elib berayotgan ijroatlarga norozilik bildirmoqda. Amerika Adliya ministri bar alayda huquqliq taftish muallarining Amerika prezidenti Trump va uning saylam gruppasining Rossiya bilan maxfiy hamkorlashganligiga doir bir narsa tepilmadi degan natijaga erishganligini bildirdi. Bar Rossiya prezidenti saylamiga daxl qilishga urindi, lekin muallarning doklatiga asoslanganda Rossiya Trump yoki uning saylam faoliyati bilan hech qanday maxfiy hamkorlik o'rnatamadi dedi. Gretsiya quruqliq armiyasining qo'mondonining Meys orlig'i ketayotganda Rossiya urush aeroplanlarining hujumiga uchirganligi haqidagi so'zlari bexatarlik manbalari tomonidan inkor qilindi. Turkiya bexatarlik manbalarining uchurlariga asoslanganda Gretsiya quruqliq armiyasining qo'mondoni Meys orlig'i qo'nayotganda chet el taratqullari aytgandek Turk aeroplanlarining biri hujum ib bo'lmaganligini, faqat normal vazifasini ijro qilganligi bildirildi.